Kechmi kirib qopti. Amsa bugungi hikoyalarni boshlab ketaylik. Bugungi birinchi hikoyamizni shu G'uljidagi bir bola deb turibdi. Bu turmush qilib bir yoz vaqtiga, kun shunda isib ketgan bir vaqtga. Shunda bu bola og'insi deb adash bir jumlab so'chib kelmamdi, oqlama isib ketdik deb. Shunda og'insi shu G'uljini Yamato ko'rik deb bir yeri var. Aşı tarafga berib jumlab kelmoqchi bo'ldi. Bo'ldi deb bular mashina chiqib menibdi. Andan keyin bir do'konga eshak kirib, ancha-muncha eshak bo'lgan, yeydigan, ichadigan narsalarni olibdi. Sonra mashina haydab manganda, endi bu og'ins deb qopdi. Adash biz mush mangdigan yo'lda mening bir tuqqanim bor. Shu yeziga bir kirib, shu tuqqanimni bir yo'qlab olsam, andan keyin jumlaydigan bozor, bu yoqqa o'tgandan keyin bir yo'qlab ko'rib ketgan bor deb og'ins shuni olibdi. Bo'ldi yo'qlab chiqaylik deb bular menibdi. Menib endi tafsili nalikin demay, shu tarafga manganda bir yo'ldoshlarning odam ko'mdigan yeri bor. Uning o odam ko'mdigan yerning shahar tarafimi 1 kilometr, 2 kilometr, yez tarafimi 2 kilometrdek uzukchilikda hisobda bir 4 kilometr uzukchilik bor. Odam yo'q. Hech qanday mal yo'q u yerda. Ondan keyin o'tirsda shu odam ko'mdigan bo'ldi. So'ng bular eshakka kelibdi, eshakdan o'tib turishiga bir momay, endi bir navrisi bor ekan. Mana yo'lning bo'yida mashina to'sib turibdi. So'ng bularning mashinasi ko'rib to'sgandan keyin bu bola boshda keyini aynakka qarabdi-da, keyinda bir mashina bormi, shamlu mashina bormi deb qarasa yolg'iz o'zi, boshqa mashina yo'q. Meni to'sayibdi, men sevalaychi bu issiqdi bu momay bu yerda. Issiq o'tib qolib og'rib qolmasin deb mashina to'xtatdi. So'ng bilan momay navrisini yetlab mashinaning keyini ichib chiqibdi. Ko'rishib, "Voy momay, nega borsiz?" desa, "Bolam sen bang'iva. Baga yerim baga vaqtda men o'zim deyman shu tushib qolaman" debdi. So'ng demagandan keyin "Ha bo'pti" deb bular menibdi. Bu jarayonda u momay keyin navris bilan o'tiribdi. Bu bola og'insi bilan bir paranjib menibdi-da. Keyinda natnush bir odam bo'lgandan keyin bakmo ichilib qilmabdi shu. Yo'llarning o'ydan buni gaplarini qilib ketib, yiliqi og'inisining tuqquni bor yeziga kelibdi-da. Kelib shuning bilan u yerda bular o yeziga kirdi. Bir ko'chaga kiribdi-da, tuqqunning uyi bo'lgandan keyin. Shu bu momayning uyiga kirib ketmay ham so'rab boqay, nerda tushdik agar yana azroq yaqin bir yerga tushib qolsa shu oproyte bo'lmasa shu tushirib qo'yay deb. "Mama siz nega tushyaptingiz? Biz bordigan yerimizga keldik" deb gaqsa hech kim gaqmabdi-da, javob qaytarmabdi. Gaqmaydi deb boyliqqa keyinni ko'rish ayniga qarsa, keyin odam yo'qdi. Endi aynak to'g'ri kelmagan bo'lsa, men ko'rmay qoldimmi deb ishtik keyiniga burilib qarabdi, qarasa yana odam yo'q. Shuning bilan bu bola ajoyiblik ketdi, bir badallar tikalish kelib tashladi. Oldi qarablabdi, og'insi endi o'tiryapti. Shuning bilan adash keyindiki momay qiynayli debdi og'insi. Bu og'insi gapib kulib men aytibdi-ki, shopli keyinib qarasa momay yo'q. "Ya adash momay qiynay debdi, bu ikkisi ham deb bir yonzib mashinada. Mobal mashinani haydayamay chetga tortibdi. To'xtatib, "Ya adash biz tush ko'rib qolmagandimiz, men xato tutib olmagandim" deb og'insidan so'rab ketdi. Bu bolamda bir xiyoliy tuyg'u bo'lib qoldimmi, chiqmagan momay nima kallamda chiqdi deb qilib ayta bir ish bo'ldimi deb og'insidan "Sen ko'rgan bo'g'iytongiz, voy adash men ko'rdim-ku. To'xtadik chiqdi, gaqig'anti qiynay bu momay qayerda tushib qoldi, qanday qilib tushib qoldi" deb bular kalisi o'tkazibdi. Keyinda parg'aylanib ketgandek yo'qqa ketdi momay bilan navrisi. Bu yolg'iz bir momay bo'lsa, bu og'ina undan deb o'ylaysiz. Yeni navrisi bor ekan. U navrisimi normalda bir navra, bir bola. Bu momaymi normalda bir momayda, hech qanday bir yeri g'alit emas. Odatdagi bir momay. Ham kechima emas u. Kunduz issiq, optob degan chiqib shu qoqib ketgan vaqtlar. Shuning bilan bu ish qanday qilamiz deb ashar qo'rqib turibdi, qoldirni uyiga kiribdi. Kirib endi nima bo'ldinglar deb tatirib ketibsizlar bu desa, "Mushtaq yo'lda mushtaq bo'ldi" desa, "Sizlarga mushtaq birni uchrab qolgan o'xshaydi. Sep manziliga olib qo'yganda o'zi tushib ketgan o'xshaydi. Agar to'xtab salmaymiz degan bo'lsanglar, balkim sizlarga bir yomonlik qilib qo'yish mumkin-da, lekin silib sog'-salomat bordigan yerga olib qo'yibsizlar. Yaxshi qilibsizlar. Bunga diqqat qilinglar" deb tuqqanlar cho'nglar shunda debdi. Endi mushi hikoya
Ta ki hozirgacha bu balani esidan chiqmaydi ekanda. Shu keynimni bek tez yo'qolib ketdi, qanday yo'qolib ketganini uqmay qoldik deb mushuni o'rtoqlashibdi ekan. Mana bu bugungi birinchi hikoya. Endi bu hikoyani so'zlab bo'lib men boshqa bir hikoya topay deb beshindimi to'g'ri ovqat qilib bormasmi? Qarasam bir bola mening to'g'rimni ko'rdingmi adash deb yozib qo'yibdi ekan. Shu qarasam o'qib baqsam qiziq yeri bu bolaning degan hikoyasi boya degan hikoyaga bek o'xshaydi ekan. Bu bolam g'uljilik ekan. Bu bolam bir osma ko'rikning gapini qilibdi. Bu bolanikini so'zlab beray. Bu bola og'insi bilan balani bir yerdagi bir osma ko'rik va bir yerdagi og'insini izlab bordi ekanda. Berib bular beliq tutishga amroq ekan. Aşağı og'insini izlab beliq tutaylik deydi, u og'ins chiqib, shu osma ko'rikning osti tarafida beliqchi hasharni tutamiz deb bu uchib berib, u yerga bejon vaqti 6larda borganki, tushdan keyin. Shuning bilan ashada beliq tutgan bo'ldi-ki, bejon vaqti 8 bo'ldi-ki, 8gacha bular paranglashib beliq tutib, 8dan boshlab tutgan beliqlarni ham ashada qonini tozalab, qonlarini yiqitib, işte qildi ekanda. Qilib bo'lgandan keyin shuning bilan bular bo'lishib oldig'ini olib, og'insi uyga kiribdi-ki, bu ikkisi ham o'zining malisi qaytir ekanda mashinada. Shu qaytish yo'lda bular bir etiz yo'lidan o'tdi ekan. Shu yerdan o'tib ketayotganda boyagi hikoyaga o'xshash bu qitim bir ayolga, yolg'iz ayol. Cho'ng apashganda bu ayol oppoq ko'ylak kiyib olgan, beshiq oq ro'mol otib olgan, qo'lda bir oq bops ekanda, oqraqda o'rib olgan. Shuning bilan bu etizda bu ayol qachon mashina chiqadi deb bular to'xtaydi-ki, to'xtab salom qilgandan keyin voy nega borsiz desa mushtaq. Balani kanitning mandaq yerdagi bir odam kimdiga yabi men asha tushib qolay deydi. Shuning bilan bular o'limni ko'p qolganmi ya deb o'ylab faraz qilib, chiqma evolayli yoshaqdan o'timizga bizmi deb bu ayolni keyinga chiqarib oldi ekan. Shu chiqqandan keyin voy sizlar bek oq ko'ngil bolalar ekansizlar, nima degan yaxshi sizlar, umringlar uzun bo'lsin, ta'liminglar kessin, u bu deb yaxshi tilaklarni tilab, mushundaq oq ko'ngilliklarni hargiz unutib qolmanglar, yaxshiliklarga uchraysizlar deb jiqliq gaplarni qildi. Bular voy rahmat deb xijilib anglab o'tirdi-ki, u ayol keyin gap qilyapti-ki. Shuning bilan ash bardigan yerga bir 2 kilometr qolgan vaqtda bu dapagan to'rdash fujoat o'tgan ekanda, og'insi mashinada o'tgan ekan. Bu bola endi so'rab qoldi ekanda, voy cho'ng opa, shu kimning uyiga borasiz? U mahaldagilar men ancha-muncha bilaman, shu uyning oldiga ham olib o'tayli desa gapirmaydi ekan. Shunda obayga o'xshash keyin qarasa, bu ayolmi yo'qdi. Shunda og'insiga adashib deydi-ki, nima bo'ldi desa, yo'q-ku, qaniyil deydi-kanda. Nima yo'q-ku desa, keyin qarab qo'ydi-ki, u bol keyin qarablam, oldiga bir qarab, jiddiy tormoz qisib, pastga tushib, mashinaning ostlariga, bu keyinlarga qarab ishtirganda, u balning xiyolida bu momay shu tushib qolaman deb mashinaga kirib ketgan o'xshaydi, bular o'ylab qolgan ekan. Shuning bilan voy adash bizga boshqa bir nima uchrabdi deb bular darhol uyga qaytaylik deb yinib keldi ekan. 2 yil qo'rqib, o'ziniga kirib ketgan, o'ziniga kirib ketgan. Shuning bilan ertasi bu hech qanday olmay qo'pib, og'inam qanday bo'lib qoldi deb kirsa, og'insidan og'iz maymoq ketganda bir tarafga. Shuning voy doktorga boraylik, mushta bo'pti deb bular bir yerlik doktordan bordi ekan. Borsa, voy cho'ng yo'q-ki, sizlarga ham amroqlik deb o'zini ko'rsatib qo'yibdi. Uning sizlarga ergishib oldigan niyati yo'q-ki, faqat sizlarning mashinanglarga chiqib olgan yer borki, ansirmanglar o'ngishib ketisizlar deb. Bular qancha to'g'ri bergan bo'pti. Shuning bilan o'tib ketdi bu ish. Endi bu bolaning yana bir hikoyasi borki, shu yili 3-oyda bu bola xizmat sababli 6 oyga berib, bir uyni ijara qilib turishga to'g'ri kelibdi. Burun bu uyda 2 yo'ldosh turgan ekan. Shuning bu bola bu uyga kirib, bu uyni endi o'z pakiz balki, shunda bir pakiz tozalabdi-da. Pechat qo'yibdi, paqir ketdi. Shundan shu kuni kechda yetib qopti. Shu uxlayotgan vaqtida godon birlar gaqilgan, bir naqshitgandek bir ohanglar chiqibdi-da. Shu ustidagilarning ovozi anglatamdi deb boshda ko'zini yumib yetyapti. Qarasa bu ovoz ash tarafdan chiqayotganda, nima shu ketib bordi deb asta ko'zini ochib qarasa, oq kiyim kiyib olgan 4 odam. İkisi putuning o'ng tarafida, ikkisi so'l tarafida ekanda. Bular o'tirib, ashada naqsh etayotgan ekan. Ayari, u bu deb har xil xalq naqshlar. Shuning bilan voy bu nima shop ketdi deb, endi kechada 4 kelib bu so'roq naqsh etib yursa odam surbasi bu.
Şu köpüyüpünü bitip tike oldu. Köpüsünü şu beşiği pürkep loptu. Pürkü olsa şundaq bir set tattı deydi kopal. Şu artlık bir tatıp bu balın yüzünü içmeydi de. Köpümü kuzaktırıp ülçüp ottu. Karşı yan töteşe otağın. Karap otağın kendi. Çırayını göremedi. Vay dep yan köpünüp yan yüzünü itip ottu. İtip olsa bu kitim bırakıl tatı itip bir boğuk bir avazda. Kopya. Bizden ite. Şu u gapni anlapmı bu bal yani korkup yani köpünü yiyip baptı. Yiyip basa budak ittim boşrak tatıp birsi. Şunda mulayim bir avazda. Korkma balam. Kopup yani biz bilen tan eğitsem şu nakşini kopyalıptı. Şu bu balamdı uyada kopmasam keplam meni boğup birdim koyatmışsın dep asta yölünüp karvatqa. Oturuptu da. Ula aldıda oturuptu. Bu bal joyida oturuptu. Şu bula bir nakşi itipti. Ahаңлары bir qandaq nakşi iş qilib. Bir nakşi. Şunu bu bala anlap oturup ägişip itipti. Bu hem 5 adam taq nakşi itdi edi. Boralıq keçi itdi mo neme etdi keşqip bir nakşi itipti. Bu nakşini hem de bulan 20 saatlı itipti de. Şunun da 20 saatdan keyin boldu balam uxla. Hem de uxulsang boldu depti. Şunun da asta köz yumulup da bu bal uxlap qaptı. Şunun bilan ertegen saat Beyjan vakti 8'ler buğa vaqtda bu bal oygunuptu. Undi akşam buğa işler va esli bakende ya men tuş görüp qapman juma bu bundaq bolmaydı bu düşüm okşaydı dep oylap mundaq qarasa bu balның ipinip yatkan köpüsü o 2 metr nerede tuğanda. Şunun bilan hem de bu düşüm emasga dep jazmlashtiribdi. Chunki hem de bu bala her qancha qilsa putu tep tushirvatsimi köpini karvatdan. Her qancha kuchi olsun 2 metr neriga olib yetolmaydi. O köpü degan eg'ir narsa, uzun narsa. Bek chupga sashi karvatdan iniga tushdi, ammo oyoqqa ketibdi-da köpü. Şu bular şu köpüni ashaq qo'yib qo'yib chiqibdi deb boshlab o'ylabdi. Mana shu hikoyasini biz bilan o'rtoqlashib ekan. Mana bu bugungi 3-hikoya.